Hammaga assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Sardor akalarimiz bitta mavzuni gaplashib qoldik-da. Endi Sardor ham hayotida ikkita qizlar bilan gaplashib, uchrashib yuribdi. Bu yoqda Feruz mana bunda ham voqealar bo'lyapti. Bu yoqda mana bugun Bahodir ukam uylanyapti, to'yi bo'ladi va Sardor ikkita qizlar bilan bo'lgan voqealarni gapirib berdi aka. Shunga sizda tajriba katta, shunga diagnoz qo'yib bera olasizmi? Qanaqa bu qiz? Manipulatorshami, abyuzershami, isterichkami deyapti-da. Men o'tirib esimga tushdi, o'yladim, bo'lgan holatlar, voqealar. Endi men ham baribir oila qurganman, boshqalar qilganman, ko'p pand yeganman, xursand bo'lganman, boshqa bo'lganman, balo bo'lganman, battar bo'lganman. Tabletka ichib olganlari ham bo'lgan, venasini kesgani ham bo'lgan, o'zini moshinadan ketayotgan boshida o'zini tashlab yuborgani ham bo'lgan, bir necha marta. Va o'tirib hamma voqealarni перекручивать qilib va psixologga o'tgan 2 yil qatnadim va o'sha psixolog gaplaridan kelib chiqib va o'zim ham 5 takan psixolog bo'lib qolganman. 100% bolalarga tavsiyam, Sardorga ham tavsiyam shuki, yurgan qizingizni yoki o'sha yashayotgan ayolingizmi yoki kimdir avvalambor hamma baxtli bo'lsin. Borgan sari bu narsa juda qiyin bo'lib ketyapti. Hozirgi zamonda pul topish iloji bor, obro' topish iloji bor, lekin baxt topish iloji bo'lmay ketyapti kundan kunga. Hozir gapim bo'linib qoldi. Men shu narsani bildimki, Sardorga ham shu narsani hozir aytdimki, yosh ukalarimga ham shuni aytamanki, любой psixolog oldiga boring, bu narsani tasdiqlab beradi. Ya'ni isterichkani birinchi simptomi, ya'ni siz yashayotgan qiz yoki uchrashayotgan qiz birinchi simptomlar isterichka. Isterichka ayol bilan o'sha yashayotgan bo'lsangiz, qanaqadir bir muammo ro'y berdi deylik, любой muammo, qanaqadir bir muammo orada telefoningizda bir narsa topib qoldi, ko'rib qoldi yo boshqa qilib qoldi va u narsani o'tirib взрослый insonlar gaplashsa bo'ladi. Nima muammo bo'lib qoldi? To'xta, men senga tushuntirib beraman. Buni men senga tushuntirib bersam, senga tushuntira olaman degan gapingizni eshitmaydi. Misol uchun, shunga o'xshash любой bir muammo chiqib qoldi deylikda. U manipulatorcha va isterichka qiladigan birinchi ishi tunmu, kunmu, kechamu, tongmu, ko'chamu, uymu turib ketadi. Voy to'xta, hozir buni hal qilsa bo'ladi degan gapga ham unamaydi, ko'nmaydi, isterika qilish kerak. Isterichka-ku tuxuma talant ketadi. Kiyim yig'ishtiradi yo uyda yashayotgan bo'lsangiz. Va yoki даже menda shunaqalari ham bo'lgan, ya'ni bir 2-3 yil oldin bitta yibanotisi bo'lganda, bilay, ismini aytsam, o'z to'ylarini ko'rayotgan ham bo'lsa kerak. Даже ko'chada, bilay, kafeda gaplashib o'tiribsiz deylik, bunda ovqat qilyapsiz, ovqatlanyapsiz, ujin qilyapsiz yoki bir narsa qilyapsiz, просто как nima bo'lyapti u yerda? Просто bitta ofitsiantka zojin kelyapti deylikda. Ой, вы же ассистент deyapti. Ha, здравствуйте, да, ассистентman. Deysiz, misol uchun shunaqa holatga yaqinroq holat bo'lyapti. Anu qarshingizda o'tirgan yibanutya, anu isterichka, ovqat kelgan stolga. U nima qilyapti? Yo'q, be yo'q, salom yo'q, ali yo'q, sabab yo'q. Shata turyapti-da, ketyapti jalab anaqa qarab. Voy deb qolib ketyapsan aytdi. Ey, nima ketyapsan? Sabab ham yo'q-da. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun hurmatli, uylanib, men baxtli hayot kechiraman deb o'ylayotgan aka-ukalar, albatta baxtli bo'lasizlar. Xudo xolasa, lekin mabodo sevgan yoringlar yoki turmush o'rtog'inglar yoki o'sha xullasda o'sha bosib yurganinglar, itarib yurganinglar, bir narsa qilib yurganinglarda shunaqa bir o'tirib взрослый insonga o'xshab, "Ey, to'xta, o'zingni bos. Sen bilan hozir gaplashib olishimiz kerak." Bu narsani gaplashib hal qilsa bo'ladi. Mamlakatlar bilan gaplashib bitim tuzib diplomatlar urushlarni to'xtatgan. Lekin bu vaziyatni ham hozir yechimini topsa bo'ladi degan gapingizga quloq solmasdan shata turib ketadigani, biling, bu sizni boshingizni eng katta balosi. Eshitdingiz, Sardor?